12 pora Hud surasining 6-oyatidan boshlanadi. Yerda o'rmalovchi biror narsa jonzot yo'qki, uning rizqi Allohning zimmasida bo'lmasa. U uning qarorgohini ham, oromgohini ham bilur. Hammasi aniq kitob Lavhul Mahfuzda yozilgandir. U sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq ish qilishingizni sinash uchun osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan zotdir. U paytda arshi suv ustida edi. Agarda siz albatta sizlar o'lgandan keyin tirilursiz desangiz, kufrga ketganlar bu sehrdan o'zga narsa emas deyishlari aniq. Bordi-yu, ulardan azobni ma'lum muddatgacha kechiktirsak, ular uni azobni nima ushlab turibdi deydilar. Ogoh bo'lsinlarki, azob keladigan kunida uni ulardan qaytarib bo'lmas va masxara qilib yurgan narsalari azob ularni qamrab olur. Agarda biz insonga o'z marhamatimizni tottirib, so'ngra yana uni tortib olsak, u noumid va noshukur bo'lib qolur. Agarda unga biror zarar kelib ketgandan keyin ne'matlarni tottirib qo'ysak, yomonliklar mendan o'zicha ketdi deydi albatta. Zero u mag'rur va faxrlanuvchidir. Illo sabrli bo'lgan va ezgu ishlarni qilganlarga, aynan o'shalarga mag'firat va katta mukofot bordir. Balkim siz unga biror xazina tushsa edi, yoki u bilan birga guvoh sifatida biror farishta kelsa edi deganlari uchun sizga vahiy qilinayotgan oyatlarning ba'zilarini tark etmoqchidirsiz va shu sababli yuragingiz siqilayotgandir. Siz axir faqat ogohlantiruvchisiz. Alloh esa har narsaga vakil, guvohdir. Yoki uni vahiyni Muhammad to'qib chiqaryapti deydilarmi? Ayting, agar gaplaringiz rost bo'lsa, shunga o'xshash 10 ta to'qilgan sura keltirib, Allohdan o'zga imkoningiz yetgan kishini yordamga yoki guvohlikka chaqiringiz. Bas, agar ular sizlarga javob qilmasalar, bilingizki, albatta nozil qilingan narsa Qur'on Allohning ilmi bilan vahiy qilingan ekan va undan o'zga iloh yo'q ekan. Bas, endi sizlar musulmonmisiz? Kimki dunyo hayoti va uning zinatini istasa, u kabilarga amallari savobini shu dunyoda mukammal berurmiz va ular unda dunyoda ziyon ko'rmaydilar. Ana o'shalarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Qilgan savobli ishlari habada barbod
va qilib yurgan amallari botil, zoye bo'lur. Parvardigori tomonidan hujjatga ega bo'lgan, ketidan undan guvoh Qur'on kelgan, undan oldin peshvo va rahmat sanalmish Muso kitobi Tavrot ham bo'lgan kishi faqat dunyo ne'matlarini istovchilar bilan barobarmi? Aynan o'shalar unga, Qur'onga iymon keltiradilar. Guruhlardan kimki uni inkor etsa, bas unga atalgan joy do'zaxdir. Bas unda shak qilmang, albatta u Rabbingizdan kelmish haqiqatdir. Lekin odamlarning aksariyati bunga iymon keltirmaydilar. Alloh nomidan yolg'on to'qigandan ham zolimroq kishi bormi? Ana o'shalar qiyomatda Parvardigori bilan yuzma-yuz qilinurlar va guvohlar ana shular Parvardigorlari nomidan yolg'on gapirganlar deydilar. Ogoh bo'lingizki, Allohning la'nati zolimlarga bo'lur. Ular Allohning yo'lidan odamlarni to'sib, uni yo'lni chalkashtirmoqchi bo'ladilar va ular oxiratni inkor etuvchilardir. Ana o'shalar yer yuzida hech kimni ojiz qoldira olmagan va ular uchun Allohdan o'zga do'stlar ham bo'lmaganlardir. Ularga azob ziyodasi bilan berilur. Ular haq gapni eshita olmas va haq narsani ko'rmas edilar. Ana o'shalar o'zlariga ziyon qilganlardir va qiyomat kuni ulardan to'qib yurgan but va sanamlari g'oyib bo'lur. Shubha yo'qki, ular oxiratda ko'proq ziyon ko'ruvchilardir. Albatta, iymon keltirib, ezgu ishlarni qilgan va Parvardigorlari toatiga bo'yin sunganlar aynan o'shalar jannat ahlidirlar. Ular u yerda mangudirlar. Ikkala guruh, kofir va mu'minlarning misoli xuddi ko'r bilan kar va ko'ruvchi bilan eshituvchilar kabidir. Ikkisi misolda barobar bo'ladimi? Eslab ko'rmaysizlarmi? Dar haqiqat Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. U dedi: "Men sizlarga aniq ogohlantiruvchiman. Allohdan o'zgaga sig'inmangiz. Men sizlarga alamli azob kelishidan qo'rqaman." Bas, qavmi orasidagi kufrga ketgan zodagonlari dedilar: "Seni biz xuddi o'zimizdek oddiy inson deb bilamiz va senga faqat bechora hol kishilargina o'ylamay bir ko'rishda ergashayotganini ko'ryapmiz. Sizlarning bizdan ortiq joyingizni ko'rmayapmiz, balki sizlarni yolg'onchi deb gumon qilmoqdamiz." Nuh dedi: "Ey qavmim, qani aytingchi, agar Rabbimdan yuborilgan hujjatga ega bo'lsam va u menga o'z dargohidan rahmat, payg'ambarlik ato etgan bo'lsa-yu, sizlarga bu mavhum qilib ko'rsatilgan bo'lsa, sizlar uni yoqtirmagan holingizda
uni sizlarga majburlaymizmi? Ey qavmim, sizlardan u payg'ambarlik xizmati uchun mol dunyo so'ramayman. Mening mukofotim faqat Allohning zimmasidadir. Men sizlarning talabingiz bilan iymon keltirganlarni huzurimdan quvib chiqaruvchi emasman. Zero ular Parvardigorlari bilan ro'baro bo'luvchilardir. Lekin sizlarning johil qavm ekaningizni ko'rib turibman. Ey qavmim, agar ularni haydasam, Alloh azobidan qutulishimda menga kim yordam beradi? Bas, buni eslaysizmi? Men sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor ham demayman. G'aybni ham bilmayman. Men farishtaman ham demayman. Nazaringizga ilinmayotgan faqir kishilar to'g'risida Alloh ularga biror yaxshilik bermaydi ham demayman. Ularning ichlaridagi iymon va ixlosni Alloh yaxshiroq bilur. Men bilaman desam, u holda zolimlardan bo'lib qolurman. Ular Nuh qavmi dedilar: Ey Nuh, biz bilan bahslashding, lekin bahsni ko'p qilib yubording. Bas, agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga o'sha cho'chitgan narsang azobni keltir. Nuh dedi: Uni Alloh xohlasa albatta keltiradi. Sizlar esa ojiz qoldiruvchi, yenguvchi emassiz. Agar Alloh sizlarni og'dirishni istab turgan bo'lsa, men sizlarga nasihat qilishni istaganim bilan sizlarga nasihatim foyda bermaydi. U Rabbingizdir va uning huzuriga qaytarilajaksiz. Yoki kofirlar uning Nuhning o'zi to'qiyapti deyishyaptimi? Ayt, agar to'qigan bo'lsam, jinoyatim o'zimga-ku. Men sizlarning qilayotgan jinoyatingiz kufringizdan pokdirman. Nuhga vahiy qilindi: qavmingdan hozirgacha iymon keltirganlaridan boshqa hech kim endi iymon keltirmas. Bas, ularning qilayotgan ishlari tufayli tashvish chekma. Bizning kuzatuvimiz va vahiyimiz bilan kemani yasagin va zulm qilganlar haqida menga asrash to'g'risida xitob qilmagin. Ular albatta g'arq qilinuvchilardir. Kemani yasay boshladi. Qavmining zodagonlari har gal uning oldidan o'tganlarida uni masxara qilardilar. Nuh dedi: agar bizni masxara qilsangiz, sizlar masxara qilganingizdek biz ham yaqinda sizlarni masxara qilajakmiz. Bas, yaqinda kimga xorlovchi azob kelib, unga mangu azob tushishini bilursiz. To bizning buyrug'imiz, azobimiz to'fon kelib, ishlar keskinlashgach aytdik: ey Nuh, unga, kemaga har bir jonivordan bir juft, ikkitadan va ahling, oila a'zolaringdan, illo ahlingdan kimlarga g'arq bo'lishi haqida
bizdan so'z kechgan bo'lsa ular mustasno, hamda iymon keltirganlarni ort. Vaholanki u Nuh bilan birga iymon keltirganlar oz edi. Nuh dedi: unga kemaga mininglar, uning suzishi ham to'xtashi ham Allohning ismi bilandir. Albatta Rabbim kechirimli va rahimlidir. U kema ularni tog'lardek to'lqinlar ichida olib borar ekan, Nuh chekkada turgan Kanon ismli o'g'lini chaqirib dedi: ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin, kofirlar bilan birga bo'lmagin. U o'g'li dedi: meni suvdan saqlaydigan biror toqqa chiqib panoh toparman. Nuh dedi: bugun u rahim qilganlardan boshqasiga Allohning amridan saqlab qoluvchi hech qanday kuch yo'qdir. Shu payt ikkisining o'rtasini bir to'lqin to'sdi va o'g'li g'arq qilinganlardan. So'ngra aytildi: ey yer, suvingni yutgin. Ey osmon, o'zingni tutgin, yog'ishni bas qil. Suv qurdi, buyruq ado etildi va kema Juvdi tog'i uzra qo'ndi, hamda zolimlar qavmiga halokat deyildi. Nuh Rabbiga nido qilib dedi: Rabbim, o'g'lim mening ahlimdan, sening oilamni saqlashga bergan va'dang esa haq va sen hukm qiluvchilarning eng donosi va odilisan. Alloh dedi: ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Albatta u uning qilgani yaxshi ish emas. Bas, mendan o'zing yaxshi bilmagan narsani so'ramagin. Men senga johillardan bo'lishingdan qaytarib nasihat qilaman. Nuh aytdi: Rabbim, men sendan o'zim yaxshi bilmagan narsani so'rashimdan panoh tilayman. Agar meni kechirmasang va menga rahim qilmasang, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurman. Aytildi: ey Nuh, bizdan bo'lmish salomatlik va senga va sen bilan birgalikdagi jamoalarga atalgan barakotlar bilan kemadan yerga tushgin. Ummatingdan kelajakda shunday kofir jamoalar ham bo'ladiki, ularni ozgina bahramand qilurmiz, so'ngra ularni bizdan yuboriluvchi alamli azob tutar. Ey Muhammad, bular sizga vahiy qilayotgan bizdagi g'ayb xabarlaridandir. Bularni ilgari na siz va na qavmingiz bilar edingiz. Bas, sabr qiling. Albatta oqibat yutuq taqvodorlarnikidir. Od qabilasiga birodarlari Hudni payg'ambar etib yubordik. U aytdi: ey qavmim, Allohga sig'iningiz. Sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir. Sizlar soxta ilohlarni faqat o'zlaringiz to'qib oluvchisiz.
ey qavmim, sizlardan elchilik xizmati uchun haq so'ramayman. Mening ajrim, mukofotim faqat meni yaratgan zot zimmasidadir. Aqlni ishlatmaysizlarmi? Ey qavmim, Rabbingizdan mag'firat, kechirim so'rangiz, so'ngra unga tavba qilingiz. Shunda u osmondan yomg'ir yog'dirar va quvvatingizga quvvat qo'shar. Jinoyatchi bo'lib ketmangiz. Ular dedilar: ey Hud, bizga biror hujjat keltirmading. Biz sening quruq gaping bilan ilohlarimizni tark etuvchi ham, senga ishonuvchi ham emasmiz. Seni balkim ilohlarimizdan birortasi chalib ketgandir deb bilamiz. Hud dedi: men Allohni guvoh qilaman va sizlar ham guvoh bo'lingizki, men sizlar keltirayotgan shirkdan bezorman. Zero u Allohdan o'zgadir. Bas, endi hammangiz menga makr qilavering, so'ngra menga uni kechiktirib o'tirmangiz. Men Rabbim va Rabbingiz Allohga tavakkul qildim. O'rmalovchi jonivor borki, uning inon ixtiyori, tasarrufi uning qo'lidadir. Albatta Rabbim to'g'ri yo'ldadir. Agar sizlar iymon va tavbadan bosh tortsangiz, bas, sizlarga yetkazishim topshirilgan narsani sizlarga yetkazib bo'ldim. Rabbim sizlardan boshqa qavmni o'rinlaringizga xalifa qilib keltirur. Sizlar esa unga zarar yetkaza olmaysiz. Albatta Rabbim hamma narsani qo'riqlovchidir. Amrimiz shamol azobi kelgach, Hudni va u bilan birga iymon keltirganlarni bizdan bo'lmish marhamat tufayli xalos etdik va ularga qattiq azobdan najot berdik. Ana shular Od qabilasidir. Ular Parvardigorlarining oyatlarini inkor etdilar. Payg'ambarlariga itoatsizlik qildilar va har qanday zolim u qaysarlarning buyruqlariga ergashdilar. Ularga ushbu dunyoda ham, qiyomat kunida ham la'nat yetib turur. Ogoh bo'ling, albatta Od qabilasi Parvardigorlarini inkor etgan edilar. Ogoh bo'ling, Hudning qavmi Od qabilasiga halokat muqarrardi. Samud qabilasiga birodarlari Solihni payg'ambar etib yubordik. U aytdi: ey qavmim, Allohga sig'iningiz. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'q. U sizlarni yerdan paydo qilib, sizlarni uni obod etuvchi etdi. Bas, undan kechirim so'rangiz, so'ngra unga tavba etingiz. Albatta Rabbim bandalariga yaqin va duolarni ijobat etuvchidir. Ular dedilar: ey Solih, bundan oldin umid qilinadigan kishi eding. Endi bizga bobolarimiz sig'inadigan narsalarga sig'inishimizni man etasanmi? Biz sen da'vat etayotgan narsangdan shak shubhadamiz. Solih aytdi: ey qavmim, o'ylab ko'rdingizmi? Mabodo Rabbim tomonidan hujjatim bo'lib,
o'zi tomonidan rahmat, payg'ambarlik bergan bo'lsa-yu, men unga itoatsizlik qilsam, Alloh jazosidan qutulishimda menga kim yordam beradi? Menga sizlar ziyondan boshqa narsa orttirmayapsiz. Ey qavmim, mana bu Allohning mo'jizali tuyasi. Bas, uni Allohning yerida o'tlab yurishiga qo'yib beringiz va unga biror yomonlik yetkazmangiz. Aks holda sizlarni yaqin fursatda azob tutar. Bas, uni tuyani so'ydilar. Solih dedi: uylaringizda 3 kun hayotdan bahramand bo'lib turingiz. Bu yolg'on emas, chin va'dadir. Buyrug'imiz, azobimiz kelgach, Solihni va u bilan birga iymon keltirganlarni bizdan bo'lmish rahmat bilan azobdan va o'sha kunning sharmandaligidan xalos etdik. Albatta, Rabbingiz quvvatli va qudratlidir. Zulm qilganlarni qichqiriq tutdi. Bas, ular o'z uylarida murdaga aylandilar. Go'yo u yerda oldin yashamagandek izlari o'chib ketdi. Ogoh bo'lingizki, Samud qabilasi Parvardigorini inkor etgan edi. Ogoh bo'lingizki, Samud qavmiga halokat yetsin. Ibrohimga elchilarimiz farzandli bo'lishi haqida xushxabar keltirdilar va salom dedilar. U ham salom dedi-da, hech qancha vaqt o'tmay bir buzoq go'shtining kabobini keltirdi. Unga qo'l cho'zishmaganini ko'rgach, Ibrohim ulardan yotsiradi va ulardan qattiq qo'rqib ketdi. Ular dedilar: qo'rqma, biz Lut qavmiga yuborilganmiz. Xotini Sora turgan edi, kulib yubordi. Unga Ishoq nomli farzand va Ishoqning orqasidan Yaqub ismli nabira berishimiz haqida xushxabar berdik. Sora dedi: voy o'lmasam, o'zim kampir va bu erim qariya bo'la turib tug'amanmi? Bu juda qiziq narsa-ku. Farishtalar dedilar: Allohning ishidan ajablanasanmi? Ey xonadon ahli, sizlarga Allohning rahmati va barakoti bo'lsin. Albatta, u hamd va ulug'lik egasidir. Ibrohimdan qo'rquv ketib, unga xushxabar yetgach, biz bilan Lut qavmi halokati to'g'risida bahslasha boshladi. Albatta, Ibrohim Halim serqayg'u va sertavbadir. Farishtalar: ey Ibrohim, bu bahsdan qayt. Zero Rabbingning amri Lut qavmiga atagan azobi kelib bo'lgan. Ularga qaytarilmas azob kelgusidir. Elchilarimiz Lutning huzuriga kelganlarida ular sababli holati yomonlashdi va ular tufayli tashvish chekdi. Hamda bu og'ir kun dedi. Uning
Lutning oldiga qavmi yugurib keldilar. Oldindan ular yomon ishlar, bachchabozlik qilar edilar. U Lut dedi: ey qavmim, ana ular qizlarim, ularga uylaningiz, ular sizlar uchun pokroqdir. Bas Allohdan qo'rqingiz va mehmonim oldida meni sharmanda qilmangiz. Sizlarda birorta to'g'ri yo'l topgan kishi yo'qmi? Ular dedilar: bizning qizlaringga hojatimiz yo'qligini bilasan va bizning maqsadimiz ham senga ma'lum. Lut dedi: qani edi sizlarga quvvatim yetsa yoki kuchli bir suyanchiqqa suyana olsam. Farishtalar aytdilar: ey Lut, biz Rabbingning elchilarimiz. Qavming senga sira yeta olmaslar. Bas tunning bir qismida oilangni olib ket. Sizlardan biror kishi ortiga boqmasin. Xotiningni esa qo'yaver. Zero ularga yetgan narsa azob unga ham yetgusidir. Ularga va'da qilingan vaqt bomdod vaqtidir. Bomdod yaqin emasmi? Farmonimiz, azobimiz kelganida u yerni ostin-ustun qilib yubordik va u yerga qizdirilgan loy qochishmasidan iborat toshlarni paydarpay yog'dirdik. Azob toshlari Rabbingiz huzurida belgili qilib qo'yilgan edi. Ular zolimlardan uzoq emasdir. Madyan qavmiga birodari Shuaybni elchi payg'ambar etib yubordik. U dedi: ey qavmim, Allohga sig'iningiz. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir. O'lchov va vazndan urib qolmangiz. Men sizlarni hozircha yaxshilik, farovonlikda ko'rib turibman va men sizlarga hammani qamrab oluvchi kun, qiyomatning azobi bo'lishidan qo'rqaman. Ey qavmim, o'lchov va vaznni adolat bilan to'la beringiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda fasod ishlari bilan buzg'unchilik qilmangiz. Agar mo'min bo'lsangiz, bilib qo'yingizki, Allohning halol kasbdan qoldirgani sizlar uchun yaxshidir. Men esa sizlarga boyliklaringizga qo'riqchi emasman. Ular dedilar: ey Shuayb, ota-bobolarimiz sig'inib kelayotgan narsa ma'budalarni tark etishimizga yoki mol-mulklarimizni qanday xohlasak shunday boshqarishimizga qarshi senga namozing buyruq beryaptimi? Axir sen halim va to'g'ri yo'ldagi odam eding-ku. Shuayb dedi: ey qavmim, o'ylab ko'rdingizmi? Axir men Rabbim tomonidan hujjatga ega bo'lsam va u meni yaxshi rizq bilan ta'minlagan bo'lsa, qanday qilib sizlarni yomon ishlardan qaytarmayin? Men sizlarga muxoliflik qilib, sizlarni qaytarayotgan narsani o'zim qilishni istamayman. Imkonim boricha islohdan o'zga hech narsani xohlamasman. Bunga muvaffaq qilish esa Allohning ixtiyoridadir. Unga tavakkul etdim va unga inobat qildim. Ixtiyorimni topshirdim. Ey qavmim,
menga xilof qilishingiz sizlarga Nuh qavmiga, yo Hud qavmiga yoki Solih qavmiga yetganga o'xshagan balolar yetishiga olib kelmasin tag'in. Lut qavmi ham sizlardan uzoq emas. Rabbingizdan mag'firat so'rangiz, so'ngra unga tavba qilingiz. Albatta Rabbim rahimli va mo'minlarni do'st tutuvchi zotdir. Dedilar: ey Shuayb, sening aytayotganlaringdan ko'pini yaxshi anglamayapmiz va biz sening oramizdagi bir ojiz inson ekanligingni ko'rmoqdamiz. Agar qarindoshlaring bo'lmaganida seni toshbo'ron qilgan bo'lar edik. Sen biz uchun aziz odam emassan. Shuayb dedi: ey qavmim, sizlar uchun qarindoshlarim Allohdan ham azizroqmi? Shuning uchun uni ortingizga e'tiborsiz tashlab qo'ydingizmi? Albatta Rabbim qilmishlaringizni qamrab oluvchidir. Ey qavmim, maqomingizda, e'tiqodingizda turib ish qilaveringiz. Men ham ish qiluvchiman. So'ngra kimga xor qiluvchi azob kelishi va kim yolg'onchi ekanini bilursiz. Kutib kuzatib turingiz. Men ham sizlar bilan birga kuzatuvchidirman. Amrimiz, azobimiz kelganda esa Shuaybga va u bilan birga iymon keltirganlarga bizdan bo'lmish rahmat sababli najot berdik. Zulm qilganlarni esa qichqiriq tutdi. Bas, ular o'z uylarida murdalarga aylandilar. Go'yo u yerda oldin yashamagandek izlari o'chib ketdi. Ogoh bo'lingizki, Samud qavmiga halokat yetgani kabi Madyan qavmiga ham halokat yetsin. Darvoqe, Musoni oyatlarimiz va aniq hujjat, mo'jizali aso bilan elchi qilib Fir'avn va uning zodagonlari huzuriga yubordik. Ular esa Fir'avnning buyrug'iga ergashdilar. Vaholanki Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. U Fir'avn qiyomat kuni o'z qavmini ergashtirib, ularni do'zaxga tushirur. Ular tushadigan yer qanday ham yomon yer. Ularga ushbu dunyoda ham, qiyomat kunida ham la'nat yetkazilur. Berilgan bu yordam qanday ham yomon yordam. Ana shu biz sizga, ey Muhammad, qissasini aytayotgan shaharlarning xabarlaridandir. Ulardan hozirgacha saqlanib turgani va yo'q bo'lib ketgani bor. Ularga biz zulm qilmadik, balki o'zlariga o'zlari zulm qildilar. Rabbingiz amri azobi kelganda esa Allohni qo'yib sig'ingan ma'budalari hech ham foyda bermadi va ularga ziyondan boshqa narsani orttirmadi. Aholisi zolim yurtlarni azobga tutganda Rabbingizning tutishi shundaydir. Albatta, uning azobga tutishi alamli va shiddatlidir. Albatta,
Bunda oxirat azobidan qo'rqqanlar uchun ibrat bordir. Bu kun odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kundir. U kunni faqat sanoqli muddatgacha kechiktiramiz. U kelgan kuni hech bir jon egasi uning ruxsatisiz gapirmas. Ular ichida baxtsiz ham, baxtli insonlar ham bo'lur. Bas, o'shanda baxtsiz bo'lganlar, kofirlar va gunohkor mo'minlar do'zaxda bo'lurlar va ular u yerda ingrab, hangrab tururlar. Modomiki oxiratdagi osmonlar va yer bor ekan, ular u yerda mangudurlar. Illo Rabbingiz xohlagani mo'minlarni undan chiqarishi bundan mustasnodir. Albatta, Rabbingiz istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Ammo baxtli bo'lganlar esa bas jannatda toki oxiratdagi osmonlar va yer bor ekan, u yerda mangu tururlar. Illo Rabbingiz xohlagani do'zaxda bo'lgan vaqtlari bundan mustasnodir. Bu bitmas tuganmas ne'matdir. Ana o'sha mushriklar sig'inayotgan narsa tufayli shubhada qolmang. Ular oldin ota-bobolari sig'ingandek sig'inaveradilar. Biz ham ularning ulushlarini kamaytirmasdan to'la beruvchidirmiz. Musoga ham kitob, Tavrot bergan edik. Bas, u haqda ixtilof qilindi. Agar Rabbingizdan kechiktirish haqida so'z kechmaganda edi, ularning o'rtalarida shu dunyoda hukm chiqarilgan bo'lar edi. Ular Qur'on yoki azob to'g'risida shak shubhadadirlar. Albatta, Rabbingiz barchaga amallari, mukofoti va jazosini mukammal berur. Zero u ularning qilayotgan ishlaridan xabardordir. Bas, ey Muhammad, buyurilganligingizdek to'g'ri bo'ling. Siz bilan birga tavba qilganlar ham to'g'ri bo'lsinlar. Haddan oshib ketmangiz, ey mo'minlar. U qilayotgan ishlaringizni albatta ko'rib turuvchidir. Zulm, nohaqlik qilganlarga suyanmangiz, toki sizlarga do'zaxdan olov yetmasin. Sizlar uchun Allohdan o'zga do'st yo'qdir. So'ngra sizlarga qiyomatda ham yordam berilmas. Kunning har ikki tarafida, ya'ni ertayu kech va tunning bir bo'lagida namoz o'qing. Albatta savobli ishlar gunohlarni ketkazadi. Bu yod etuvchilar uchun yodnomadir. Sabr qiling. Bas, albatta Alloh ezgu ish qiluvchilar mukofotini zoye qilmagan. Qani endi sizlardan oldingi asrlarda o'tgan fazilat egalari yer yuzidagi fasod ishlardan qaytarganlarida edi.
lekin ular ichida biz najot berganlardan ozchiligi bu ishni qildilar. O'zlariga zulm qilganlar o'z rohat farog'atlari ketidan ketdilar va jinoyatchi bo'lib qoldilar. Rabbingiz aholisi islohotchi bo'lgan shaharlarni nohaqlik bilan halok etguvchi emasdir. Agar Rabbingiz xohlaganida edi, barcha odamlarni bir ummat, bir xil dinga tobe qilgan bo'lar edi. Ular mudom turlicha har xil e'tiqodda bo'lib boraveradilar. Rabbingiz rahim qilgan kishilar esa bundan mustasnodirlar. Ularni shuning uchun yaratgandir. Rabbingizning jahannamni barcha kufrda o'tgan jinlar va odamlar bilan to'ldirajakman degan so'zi haqdir. Sizga ey Muhammad, payg'ambarlarning xabarlaridan dilingizga sabot baxsh etadiganlarini aytib bermoqdamiz. Bu qissalarda haqiqat, mo'minlar uchun nasihat va eslatma kelgandir. Iymon keltirmaydiganlarga ayting, o'z holingizcha ish qilaveringiz. Biz ham ish qiluvchilarmiz. Kutaveringiz ham, biz ham kutuvchilarmiz. Osmonlar va yerning g'aybiy siri Allohga xosdir. Barcha ish ungagina qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va unga tavakkul eting. Qilayotgan ishlaringizdan esa Rabbingiz g'ofil emasdir. Yusuf surasi Makka da nozil qilingan 111 oyatdan iborat. Yusuf payg'ambar nomi. Go'zal qissa deb ta'riflanuvchi ushbu surada asosan Yaqub alayhisalomning o'g'li Yusuf alayhisalomning boshidan kechirgan voqealari aks ettirilgan. Surada otalik va birodarlik mehri, ishq muhabbat, ayollar makri, tush ta'biri, saxiylik va kechirimli bo'lish kabi insoniy xususiyatlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Ra. Ushbular aniq kitobning oyatlaridir. Albatta biz uni, kitobni anglashingiz uchun arabiy Qur'on tarzida nozil qildik. Biz sizga ushbu Qur'on surasini vahiy qilishimiz bilan birga go'zal qissani aytib beramiz. Siz esa ey Muhammad undan vahiydan oldin bexabarlardan biri edingiz. Eslang, Yusuf o'z otasiga Yaqubga dedi: Ey otajon, men tushimda 11 yulduz, quyosh va oyning menga sajda qilayotgan hollarida ko'rdim. Otasi aytdi: Ey o'g'ilcham,
tushingni birodarlaringga so'zlab bermagin. Aks holda senga qattiq makr qilishadi. Zero shayton insonga aniq dushmandir. Shu tushingda ko'rganing kabi Rabbing seni tanlab oladi. Senga gaplar, tushlar yoki ilohiy kitoblar mazmunini o'rgatadi va ikki bobolaring Ibrohim va Ishoqqa to'la bergani kabi senga va Yaqub nasliga o'zining ne'matini to'la baxsh etadi. Albatta, Rabbing bilim va hikmat egasidir. Haqiqatan Yusuf va uning birodarlari qissasida so'rovchilar uchun alomatlar bordir. O'shanda akalari aytdilar: Yusuf va uning ukasi Benyamin otamizga bizdan ko'ra suyukliroqdir. Vaholanki biz bir to'p ko'pchilikmiz. Haqiqatan otamiz aniq gumrohlik uzradir. Kimdir dedi: Yusufni o'ldiringiz yoki uni biror yerga chiqarib tashlangiz. Shunda otangizning o'zi sizlarga qolar, faqat sizlarga mehr qo'yar. Undan keyin yana solih kishilar qavmi bo'lursiz. Ulardan bir so'zlovchi dedi: Yusufni o'ldirmangiz. Balki agar biror narsa qilmoqchi bo'lsangiz, uni quduq qa'riga tashlangiz. Shunda uni ba'zi yo'lovchilar olib ketar. Dedilar: Ey otamiz, nechun siz Yusufni bizga ishonmaysiz? Axir biz unga juda xayrixohmiz-ku. Ertaga uni biz bilan birga jo'nating, yayrab o'ynasin. Biz uning uchun qo'riqlovchilarmiz. Yaqub dedi: Uni olib ketishingiz meni juda tashvishlantiryapti. Sizlar undan g'aflatda bo'lgan chog'ingizda nogoh uni bo'ri yeb ketishidan qo'rqaman. Aytdilar: Biz bir to'da bo'la turib, mabodo uni bo'ri yeb ketsa, unda biz rosa ziyon ko'ruvchilar bo'lib qolamiz-ku. Bas uni olib ketishgach va uni quduqning qa'riga tashlashga kelishib olishgach, uni amalga oshirdilar. Biz unga bu ishlari to'g'risida ularga kezi kelganda albatta xabar berursan. Vaholanki ular Yusuf ekaningni sezmaydilar deb vahyi qildik. Otalari huzuriga oqshom paytida yig'lab kelishdi. Aytdilar: Ey otamiz, biz Yusufni matohlarimiz oldida qoldirib, quvalashib ketsak, uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gapirsak ham baribir siz bizga ishonuvchi emassiz. Uning ko'ylagi uzra soxta qon, qo'zichoq qoni bilan keldilar. Yaqub dedi: Yo'q, sizlarni o'z nafsingiz bunday mudhish ishga undagan. Bas, mening burchim chiroyli sabrdir. Sizlar tavsiflayotgan narsaga sabr qilishga Alloh menga madadkordir. Yusuf quduqda 3 kun yotgach, bir karvon keldi. Suv keltiruvchini yuborgan edilar. U chelagini quduqqa tushirgach, xushxabar, bu bola-ku dedi. Uni bozorbob matoh sifatida sir tutdilar. Alloh esa
qilayotgan ishlarini biluvchidir. Uni Misr bozorida arzon sanoqli dirhamlarga sotdilar va bu ishda go'yo ular tarki dunyo qiluvchilardan bo'ldilar. Misrda uni sotib olgan kishi Misr azizi Qitfir xotini Zulayxoga unga yaxshi joy ber, zora bizga foydasi tegsa yoki uni o'g'il qilib olsak dedi. Shunday qilib Yusufni yerga Misrga joylashtirdik va gaplar, tushlar yoki ilohiy kitoblar ta'vili, izohini bildirishimiz uchun shunday qildik. Alloh o'z ishida g'olibdir, lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar. Voyaga yetgach, unga hukm, hakamlik va ilm ato etdik. Chiroyli ish qiluvchilarni biz doimo shu tarzda mukofotlaymiz. U Yusuf uyida bo'lgan ayol Zulayxo undan nafsini qondirishini talab qildi va eshiklarni qulflab, "Qani kel" dedi. Yusuf dedi: "Alloh saqlasin. Axir u ering hojam-ku. Menga yaxshi joy bergan bo'lsa, zolimlar zotan najot topmaslar." Zulayxo unga moyil, u Yusufning dili ham bunga moyil bo'lgandi. Agar Rabbining hujjatini ko'rmaganda bo'lar ish bo'lar edi. Shu tarzda undan yomonlik va fahshni burib yubordik. Albatta u dili xolis bandalarimizdandir. Ikkisi eshik tomon quvalashib ketdi. Yusuf qochdi, u quvdi va Zulayxo uning ko'ylagini orqa tomondan yirtib yubordi. Eshik oldida hojasi eriga yo'liqdilar. Zulayxo dedi: "Oilangga yomonlikni ravo ko'rgan kishining jazosi hibsga olinish yoki alamli azobdan boshqa bo'lmasligi kerak." Yusuf dedi: "Uning o'zi mendan nafsimni, jinsiy yaqinlik qilishimni talab qildi." Uning Zulayxoning qarindoshlaridan biri guvohlik berib, agar uning ko'ylagi old tomonidan yirtilgan bo'lsa, u Zulayxo rost so'zlagan. U Yusuf esa yolg'onchilardandir. Bordi-yu, ko'ylagi orqa tomonidan yirtilgan bo'lsa, u Zulayxo yolg'on so'zlagan, u Yusuf esa rozgo'ylardandir. Zulayxoning eri Misr azizi uning ko'ylagi orqa tomonidan yirtilganini ko'rgach, albatta bu siz ayollarning makringizdir. Haqiqatan sizlarning makringiz ulkandir. Yusuf: "Bu ishni qo'ygin. Sen esa ey Zulayxo, gunohing uchun kechirim so'ra. Zero sen yanglishganlardan bo'lding" dedi. Shahardagi ayollar Misr azizining xazinabonning xotini o'z xizmatkori bilan o'ynashmoqchi bo'libdi. Yuragidan urib qo'yibdi. Albatta biz uni aniq gumrohlikda deb bilurmiz dedilar. Bas Zulayxo ularning makrlarini eshitgach, ular huzuriga odam yubordi
va ularga suyanchiq taom yoki meva hozirladi, hamda ulardan har biriga bittadan pichoq berib, Yusufga ular huzuriga chiqqin dedi. Bas, uni ko'rishgach, unga mahliyo bo'ldilar va qo'llarini kesib oldilar, hamda yo Alloh, bu bashar emas, bu aziz u mukarram farishtaning o'zginasi-ku dedilar. Zulayho dedi: meni u to'g'rida malomat qilganlaring shu yigit edi. Haqiqatan undan nafsi jinsiy yaqinligini talab qilganimda u saqlandi. Qasamki, agar u mening buyrug'imni bajarmas ekan, albatta zindonband qilinib, haqirlardan bo'lib qolur. Yusuf dedi: ey Rabbim, menga taklif etishayotgan narsadan ko'ra zindon ma'qulroqdir. Agar ularning makrlarini mendan darig' tutmasang, ularga moyil bo'lib, johillardan bo'lib qolurman. Bas, Rabbi duosini ijobat qildi va u ayollarning makrlarini undan bartaraf etdi. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. So'ngra ularda Qitfir va saroy ayonlarida jinoyatga oid alomatlarni ko'rganlaridan so'ng uni ma'lum bir vaqtgacha zindonband qilib turish fikri paydo bo'ldi. Zindonga u bilan birga yana 2 yigit tuhmat bilan tushdi. Ulardan biri shohning soqiysi. Men tushimda may tayyorlayotgan emishman dedi. Unisi shohning novvoyi esa men boshimda non ko'tarib turgan emishman. Qushlar undan yeyayotgan emish. Sen bizga shuning ta'birini aytib ber. Zero biz seni ezgu ish qiluvchilardan ekaningni ko'rib turibmiz dedi. Yusuf aytdi: men sizlarga ozuqa bo'ladigan taom oldingizga kelishidan burun uning qandayligi ta'vilini aytib berurman. Bu Rabbimning menga bildirgan narsalaridandir. Men Allohga iymon keltirmaydigan va oxiratni inkor etuvchi qavm dinini tark etdim. Shuningdek, ajdodlarim Ibrohim, Ishoq va Yaqublarning diniga ergashdim. Biz uchun Allohga biror narsani sherik qilish mumkin emasdir. Bu Allohning bizlarga va odamlarga nisbatan fazlidir, lekin aksariyat odamlar shukr qilmaydilar. Ey 2 hamzindonlarim, turli tuman ilohlar yaxshimi yoki yagona va g'olib Allohmi? Sizlar uni qo'yib, o'zlaringiz va ota-bobolaringiz atab olgan nomlar but sanamlargagina sig'inayapsiz. Ularga Alloh biror hujjat tushirmagan bo'lsa, ibodat va din to'g'risidagi hukm faqat Alloh ixtiyoridadir. U o'zidan boshqaga sig'inmaslikka buyurgan. To'g'ri din mana shu. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar. Ey 2 hamzindonlarim, endi sizlarning biringiz ko'rgan tushga kelsak, u ozod etilib, yana hojasiga soqiylik qilur.
unisi bo'lsa dorga osiladi va uning boshidan qushlar cho'qib yeydi. Sizlar javobini so'ragan ish, tush ta'biri tugadi. Ikkovidan xalos topuvchi deb hisoblagan soqiyga Yusuf hojang Misr shohi huzurida mening to'g'rimda gapir dedi. Lekin shayton hojasiga aytishni unuttirdi. Natijada Yusuf bir necha yil zindonda qoldi. Shoh bir kuni dedi: Men tushimda 7 ta ozg'in sigir, 7 ta semiz sigirni yeyayotganini va 7 ta yashil boshoq bilan birga boshqa 7 ta qurigan boshoqlarni ko'rdim. Ey ayonlar, agar tush ta'birini aytuvchi bo'lsangiz, tushim to'g'risida fatvo javob beringiz. Ayonlar aytdilar: Bu chalkash tushlar. Biz bunday tushlar ta'biriga olim emasmiz. Ikki mahbuslardan ozod bo'lgani Soqiy bir qancha muddat 7 yil o'tgach Yusufni eslab dedi: Uning ta'birini men aytib berurman. Meni Yusuf huzuriga yuboringiz. U borib dedi: Yusuf, ey rostgo'y odam, bizga 7 ta ozg'in sigir, 7 ta semiz sigirni yegani hamda 7 ta yashil boshoq bilan birga turgan boshqa 7 quruqlari to'g'risidagi tush fatvosi ta'birini aytib berdi. Shoyat odamlar oldiga borganimda zora ular ham buni bilib olishsa. Yusuf aytdi: Odatlaringiz bo'yicha 7 yil ziroat qilaverasiz. Olgan hosilingizni omborda boshog'i bilan qoldiringiz. Faqat ozgina o'zingiz yeydiganingizni yanchib olingiz. So'ngra undan keyin qattiq 7 yil keladi va shu qahatchilik yillar uchun g'amlab qo'ygan zahirangizni yeb ketadi. Faqat ozgina asrab qo'yganingizdan qolur. So'ngra undan keyin 1 yil kelib, odamlar unda yomg'irga serob bo'lurlar va unda mevalardan sharbat olurlar. Shoh bu javoblarni eshitib, uni huzurimga olib kelingiz dedi. Chopar uning oldiga kelgach, u Yusuf dedi: Hojang huzuriga qaytib borginda, undan qo'llarini kesib olgan ayollar ishi nima bo'lganini so'ra. Albatta, Rabbim ularning makrlarini biluvchidir. Shoh ayollarni chorlab ularga dedi: Yusufdan shahvoniy mayillik talab qilganingizda ne bo'lgan edi? Aytdilar: Alloh saqlasin, unda biror yomonlik borligini bilmadik. Azizning xotini Zulayho dedi: Mana endi haqiqat ro'yobga chiqdi. Undan men jinsiy mayillik talab qilgan edim. U haqiqatan so'zida sodiqlardan ekan. Shundan keyingina Yusuf dedi: Buni men Misr azizi g'oyibligida unga xiyonat qilmaganimni va Alloh Zulayho va ayollardek
xiyonatchilar makrini ravo qilmasligini aziz yoki shoh bilishi uchun qildim.